Futbol olamida bitta savol tobora kuchaymoqda. Hurmatli ishqiboz, ketishga shoshilmang, chunki siz Husanov haqidagi eng yangi xabarni tinglayapsiz. Agar Manchester City Abduqodir Husanovni sotishga qaror qilsa, u qaysi gigant klubga yo'l oladi? Bu oddiy transfer bo'lmaydi. Bu kelajak himoyachisi uchun jang bo'ladi. Yosh, tezkor, sovuqqon va Chempionlar Ligasi bosimini his qilgan futbolchi. Bunday profilga ega o'yinchi Yevropada har doim talabgir. Keling, real variantlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi yo'nalish Ispaniya. Real Madrid doimo yosh va iqtidorli futbolchilarni kuzatadi. Tezlik va taktik intizom Husanovni qirollik klubi tizimiga mos qiladi. Madridda bosim yuqori, ammo u allaqachon katta sahnani ko'rgan. Real muxlislari, Husanov uchun reaksiya. Sizda fikri qanday? Yana bir variant Barselona. Kataloniya klubi to'p bilan o'ynay oladigan, tez qaror qabul qiladigan himoyachilarni qadrlaydi. Agar ular himoyani yoshartirishni istasa, bu transfer mantiqan to'g'ri keladi. Barsa fanatlari keling, Husanovni Realga berib qo'ymang. Husanov bizniki deya izoh qoldiring. Ikkinchi yo'nalish Angliyada qolish. Liverpool tezkor markaziy himoyachilarni qadrlaydi. Yuqori pressing, yuqori chiziq, bu esa tezlik talab qiladi. Husanov aynan shunday profil. Yoki Arsenal. Yosh va ambitsiyali loyiha. Arteta tezkor va texnik himoyachilarni yoqtiradi. Bu yerda u asosiy tarkib uchun kurasha oladi. Uchinchi yo'nalish Germaniya. Bayern Munich doimo himoyada tezlik va intizom izlaydi. Bundesligada o'sish uchun muhit bor, Chempionlar Ligasida esa ambitsiya yetarli. To'rtinchi variant Italiya. Inter Milan yoki Juventus kabi klublar taktik jihatdan kuchli himoyachilarni qadrlaydi. A Seriya himoyachilarni pishiradigan liga sifatida mashhur. Ammo eng muhim savol, Manchester City uni qo'yib yuboradimi? Pep Guardiola yosh va moslashuvchan futbolchilarni qadrlaydi. Agar Husanov rivojlanishda davom etsa, u City loyihasining muhim bo'lagiga aylanishi mumkin. Transfer bo'ladimi yoki yo'q, bu vaqt masalasi. Ammo bitta haqiqat bor. Agar Manchester City uni sotishga qaror qilsa, bu oddiy kelishuv bo'lmaydi. Bu Yevropaning top klublari o'rtasidagi kurashga aylanadi. Va ehtimol bu transfer o'zbekistonlik futbolchi uchun yangi tarixiy bosqichni boshlab beradi. Savol ochiq. Sizningcha Husanov qaysi gigant klubga mos keladi?